Hop, assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun kelinglar sizlar bilan Atka F1 Pro modelini tezda hamma pulling reytlarda test qilib ko'ramiz. Hop, performance settingga o'tamiz. Bu yerda hammasi o'zini joyida. Hop, bu yerda bitta mashina yoqib qo'yamiz, qolgan hammasini o'chirib qo'yamiz. Hop, kelinglar 1Kdan boshlaymiz. Hop, 1Kga qo'ydim. Menimcha pastda chap tarafda ko'rinib turibdi. Bu 1Kda. Endi buni 2Kga o'tkazamiz. Ikkada ham. Endi kelinglar buni 4Kga o'tkazamiz. Ha, yana bitta ma'lumot. Monitorimiz 240 Hz bo'lishi kerak. Bu funksiya yaxshi ishlash uchun va quyidagi platformalar bo'lishi kerak bizda. Ya'ni Intel Core i7 9700K va undan yuqori modellar bo'lsa, bu yaxshiroq ishlaydi. Motorda aytib o'tdim. Bo'lmasam laglar bo'lishi mumkin, har xil qo'llar bo'lishi mumkin. Keyin biz yana mishkadan ayb qidirishni boshlaymiz. Juda ham zo'r, menga yoqib ketyapti. Bu to'g'ri Razer emas yoki Logitech emas, lekin zo'r mishka, puliga arziydi. Shu 70-80 dollarga byudjetni zo'r mishka. Mana endi 8 ga puling reytga qo'ydim. Kelinglar endi 8 ga ko'ramiz. Вообще mazza. Prям his qilish ayimiz zo'r bo'lsa maza qiling. Lekin o'zidan o'zi hid beradi. Nimadir qiladigan. Bizga qulaylik bermaydi bu narsa.